Bo'shda kravatni Arka mebel markazida ko'rgan hamma sotib olishni xohlaydi. Narxlarini videoning oxirida bilib oling. Birinchi variantimiz Senji brendining 1.80 ga 2 o'lchamidagi SZ6368 Xitoy kravati. Model to'liq holda tabiiy mol terisi bilan qoplangan. Matras tegi qismi temirdan tayyorlangan bo'lsa, kravatning asosiga to'liq tabiiy yog'och ishlatilgan. Kravatning bir yotiladigan qismi 160 kilodan ortiq yuk ko'tarishga moslashgan. Neoklassika va modern dizaynlari birlashmasidagi ikkinchi variantimiz Turk brendi BNB'ning 1.80 ga 2 o'lchamdagi kravatining sargi va bosh qismlari sifatli velyur matosi bilan qoplangan. Karkas qismi to'liq metalldan bo'lsa, kravatning asosi MDFdan. Modeldagi yengil bo'lgan ko'tarish mexanizmi va sandiqlari kravatimizning asosiy fishkalaridan biri. Uchinchi kravatimiz Mebel Sklad brendining Rossiyada ishlab chiqarilgan Laren modeli. Bu kravat 3 xil o'lchamda mavjud. Bu variantimizda ham yengil ko'tarish mexanizmi mavjud. Mavsumiy kiyim-kechaklarni saqlash uchun ajoyib variant. Minimalizm va hammaboplikni xohlaganlar uchun ayni mos keladi. Kravatlarning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada yoqqan modelingiz nomini yozing va biz sizga to'liqroq ma'lumot beramiz.